tok pul tep qo'yib, ha? Xotin ishki qilaydigan o'xshamamsa, tag'am, men uni bilan qonunini maydajimma. Yo'q, men qo'y bug'izganda keskin ish qilgan odam qara. Gapim gap. Cho'qim sizni olaman. To'ylatdan gap qilmang. Eg'izingizdan chiqqan chiqmag'iniga qo'shab turib beraman. He, tag'am. Biz tanish qildik 5 minutmi bo'lmadi-ku, ha? Men xotindan qo'ytanligandek sizni olaman, deb qo'pdim-ku. Can yaxshi ko'rdim, sizni yaxshi ko'rdim Juma. Nima mensi qurchib qolgan qo'ydik takrorlaysan-ku, meni yaxshi ko'rding. Sizni yaxshi ko'rdim, xan sizni. Can yaxshi ko'rdim. Bulubmi? Sizning meni sallashlaringizdan nihoyat huzur oldim qara. Xuddi tosh bo'rakni o'tanda qaqlab yegandek huzur oldim qara. Jin qo'yning jini chaplashgan garazmi nima bu? Men sizga desam qarang. Bosh xotinam davomli sizli o'zlari balalarning dadisi deb qulog'imni yoqib toshtirib aytgandanga. Bu to'xtag'ina. Hozir nima deding? Nima nom deding? Xotinim. Bu sening xotining vami? Ey, ishki tok pul tep qo'yib, ha? Xotin ishki qilaydigan o'xshamamsa, tag'am, men uni bilan qonunini maydajimma. Yo'q, siz xato tushunib qoldingiz. Men xotinimni qo'yib etib sizni olaman demoqchi. Ey, ko'klab chiqib qol bilan birni qo'yaymi, ha? Men xotinni ta qo'yib etmay nima chiqib kelding bu yerga? Ya qo'yib etishim, ene qarang. Uninggacha ishimiz ma'lum bir mezgil aralashib turayli. Uninggacha men xotinim bilan cho'qib ajrashib qolaman. Hozirlab ajrashman desam, ayolim unamaydi. Uning ustiga mening hozirgidek pul tepishimga shuningmi to'pisi bor. Azroq g'alabat ko'rsatib, qo'ltiqni puraydi-ku deb qo'yib etsam, qilmay ketmadi. Tag'am, men banalarim qasjanaydi-ku, ha? Sen bunda qiziqib qoldim hozir. Aha, qiziqqaningiz to'g'ri. Chunki hozir mendek pul topadigan erlar az. Uning ustiga hozir nurg'un ayollar erini pul topmading deb eridan ajrashib, menga tegmoqchi bo'lgan ayollar samandek. Uning ustiga hozir bir gap modubda anladingizmi? Qo'y nima gap? 30 o'g'lim bo'g'icha qassob erim bo'lsa-chi degan gap. Voy nima ishqa? Kendinize? Ey, hozir menda o'ylab qoldim degina tag'am. Agar ishimiz burunroq tanishgan bo'lsak, sen do'konda turib pulni tepayversan, men uyda turib sho'rpsab qo'yib, izlashdan kinoxonasidan televiziya teatrlarini ko'rib o'tirgan bo'lsam, nima degan payzam? Nek to'g'ri dedingiz. Mana ishimiz to'y qilsak, gapimiz bir yerdan chiqadi ekan emasmi? Nima o'xshashlar? Qarang, mening telefonimdami izlash kinoxonasi bor. Uning ustiga izlash kinolari bektiz yanglandi. Men izlashning kinolarini ko'rishni har vaqt qo'ldan bermayman. Bir yoqdan go'sht kesima, bir yoqdan go'sht qo'shib may kesima, ish qilib zerikib qolmayman. Sen izlash kinoxonasining mastonasi degina. Naq topdingiz deyman. Mana gapimiz bir yerdan chiqadi ekan emasmi? Keling, undani qo'shib olaylik. To'ygan go'shtlaringni azam berasan. Va xotirjam bo'ling, xalq ayirimi kesib beraman sizga. Nima datsam, sening go'shtini ishqilashab beramni ma'prib, men qo'yning go'shtini atma, qo'yning. Ya, xato tushunib qoldingiz. Chaqchaq qilib qo'ydim, chaqchaq. Aklang. Voy, sen menda bakansan-ku, nerda yurib qo'shib olding meni? Hozir mening unudarimda necha ming odam bor-da. Hammasi sap uyga go'sht buyurtirganlar. Balkim shu chaqda qo'shilib qolgan bo'lishingiz mumkin. To'xtag'ina. Ben aldıqda 5 kilo go'sht olsam, ha? 2 kilo may, 1,5 kilo so'ng qo'shib bergan sen o'xshamamsan. Va xo'sh bo'ling shuningga. Qo'yning hamiri oltin hozir. Qo'yning terisi qo'shilib kirib qolmagan xo'sh bo'ling ataqa. Bunda-da. Men qo'yning maylarini, so'ngaklarini bizga setib, qariyalarni ochilarini erg'i sho'rib sappaga o'xshamamsa tag'a, ha? Atogana mayliq ko'shib qanmisin bo'lib o'lib qas ochilarim to'lqanmisin debsan-da, ha? Ya tuzuk yaqinga tuzuk. Bu degan tijorat qarang. Qar yaqanda quchqash tut degan gapni anglamaganmisiz? Ya qarang, sendeklarning dastidan bag'o, men durus yo'lda pul tepatgan qassoblarimizning hammasi bir tayoqda edib ketib bordi, uqdingmi? Ya qo'yinglar durus puristringizni. Bu degan tijorat qarang. Kanarga go'sht esib satamdi, may esib satamdi, mening deganim esa. Ey, men pishli qilaman, tatakam keldi. Kanarga qisini asida uqdingmi? Ha?
Xapcimo, xapsamat. Özenge oxşaşlı burnumlarning hamma tepak yapsan go, ha? Qassobda olamaydigan uchun sendan olmaydigan bo'lsam, Samat, qap to'xtab tur.